Mikrokredit bank Farg'ona bank xizmatlari ofisi bergan ma'lumotga ko'ra, Farg'ona shahridagi 10 ta mahalla fuqarolar yig'iniga bank vakillari biriktirilgan. Ular tomonidan joriy yilning o'tgan davrida oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagidagi 40 nafar mijozga 726 million so'm kredit mablag'i ajratilgan. Dildora Hakimova Farg'ona shahridagi Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiladi. Davlat idorasi xodimi ishdan bo'sh vaqtlarini qo'shimcha daromad topishga sarflash maqsadida 30 million so'm kredit mablag'i oldi va bugun Gul savdosi do'konini tashkil etdi. Savdo do'konini yo'lga qo'ydik. Xudo xolasa sotuvlar boshlandi. Yangi biznes rejani taqdim qildik. Gullarga tuvaklarni ishlab chiqarishdi hamda qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratishdi. Hozirgi kunda unga ham kredit berishga harakat qilinyapti. Davlat ishida ishlayotgan xodimlarga ham tavsiya qilaman, harakat qilsa bo'lar ekan. Qo'shimcha daromad albatta oilaga Prezidentimizga rahmat shunaqa sharoitlar yaratib berishayotganiga. Anvarjon O'rinboyev Farg'ona shahri Ilg'or mahalla fuqarolar yig'ini Farg'ona turmush ko'chasi 445-uyda istiqomat qiladi. Uning tomorqasida issiqxona tashkil etish va oilaga qo'shimcha daromad manbai yaratish niyati ayni mahallaga biriktirilgan bank vakili tomonidan qo'llab-quvvatlandi. To'g'risi kredit beradimi, bermaydimi o'ylamagan edim bunaqa tez chiqishini. Murojaat qilganimdan so'ng shu bir haftalarda kredit qo'limga tegdi. Tegandan keyin joy bekor turmasin deb yerdan unumli foydalanish maqsadida issiqxona tashkil qildim. Yaqinda bodring ekdik. Mart oylarining oxirlariga chiqadi. Avgust oyigacha unumli foydalanib, foydani olib bo'lgandan keyin bu yoqqa qalampir ekamiz. Qalampirlarimiz shu qishga yangi yillarga chiqaramiz. Farg'ona bank xizmatlari ofis tomonidan mazkur mahallaga biriktirilgan bank vakili tomonidan mahalladagi tashabbuskorlar uchun 200 million so'mdan ortiq imtiyozli kredit mablag'i ajratilib berilgan. Mahalla bankining asosiy vazifasi mahalladagi fuqarolarni ish bilan ta'minlash, qo'shimcha daromad topish uchun kerakli kredit mablag'lari ajratib berish. Buning uchun biz Ilg'or mahalla fuqarolar yig'ini 7ligi bilan xatlovlar o'tkazdik. Xatlovlar natijasiga ko'ra joriy yilning o'tgan 2 oy mobaynida 7 ta xonadonga qariyb 220 millionga yaqin kredit mablag'i ajratib berildi. Buning natijasida 15 nafar fuqaro o'zini o'zi band qildi va qo'shimcha daromad topishga erishdi. Mikrokredit bank Farg'ona bank xizmatlari ofis tomonidan joriy yilning o'tgan 2 oyda Farg'ona shahridagi 307 nafar mijoz 4 milliard 502 million so'm imtiyozli kredit mablag'i bilan ta'minlangan.